2009-yil Maloshni Damas'ni 2250 ga keladigan tortishib Telegram kanaliga tashlab qo'ydik. Nomerlari ham Telegram kanalda. Akalar, bu PR emas, hammasi realniy. Bizning eng arzon Namangan kanaliga obuna bo'lib qo'ying, Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib kuzatib turing. Shunaqa narxda mashina qo'yib beraman. Sizlar o'ylamagan narxlarda mashina qo'yib beraman. 2009-yil qaranglar, holati zo'r. Mashina полностью shumka bo'lgan. Shumka bo'lgan. Krilolar ham shumka. Yaxshi balon, dugalari bor, 65 talik temir gazlari bor. Kraskasi to'shini bilmayman. Asijitga ham roziman deyaptilar, lekin mashina asijitga o'xshamayapti. Choklari ham yaxshi mashinani. Bemalol proverka qilib olaverasizlar. 2350 ga bitta like bosib qo'yingchi. Like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Xudo xolasa bizning kanaldan olasizlar arzonini. Bizning kanaldan olsangiz, 1 yildan keyin sotsangiz ham shu narxga sotasiz. Albatta, bizning kanalda sotmasangiz, mashinaning holati yomon emas. 490 ming probeg, ko'ri chexol. Bitta chexol kiydirasiz, bo'laveradi. Ozgina mehr berasiz. Bitta aybi ozgina yog' yeygan mashina. Aptol ozgina rasxoti bor ekan, lekin 2350 ga zo'r narx albatta. Bitta yurakchani qizartirib qo'ysanglar, biz shunaqa arzonlarni qo'yishda to'xtamaymiz, davom etamiz. Albatta, bizning kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Eng arzon Namangan kanali. Bitta like bosib, kommentariy yozingchi, narxi zo'rmi? 2350 ga 2009-yil Damas. Eng arzon Namangan kanalidan uzoqlashmanglar, arzonlari oldinda bo'ladi. Telegram kanalga ham o'tib, nomerlarini olib, baraka qilib olib ketaverasizlar. Telegram kanalga ham obuna bo'lib qo'ying. Bosamiz jigarlar.